Bu kursdan botulinum terapiya kursidan juda ham olgan taassurotlarim, bilimlarim juda ham ko'p. Men ayni bitta ikkita patologiyalarda botulinum terapiya bilan shug'ullanardim, lekin qolgan patologiyalarda shug'ullana olmasdim. Mana shu qisqa vaqtli kurs davomida deyarli 100% hammasini qila oladigan darajaga yetdim. Zafar Abdullayev ustozimizni professional tuzgan ko'p yillik tajribasini bizga qisqa vaqtda shunda o'rgatdilar, hamma materiallarni berdilar. Hop, sizlarga ham tavsiya qilaman. Men o'zim lично 2025-yil avgust oyidan beri aloqaga chiqib, kurs qachon ochiladi deb kursida qatnashaman deb harakat qilganman. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Bu yo'nalish shifokorlar bilishmaydi hali. Bu ko'p kasalliklarda oltin davo sifatida ishlatiladigan yo'nalish. Hindistonga borganimda ham ularda 20 yil oldindan boshlab qilib kelishadi. Bu bizga endi kirib keladigan yangilik yo'nalish. Даже shu Hindistonga borganimda ham ular juda baland dozada ishlashar ekan. Men ustozim Zafar Abdullayevda kursida minimalniy doza bilan yuqori effektlar olishni o'rgandim. Hop, boshqa kurslarda ham даже bunaqani yo'q. Misol uchun boshqa davlatlardan kelishyapti, kurslar o'tishyapti. Bunaqa qiymat, bunaqa bilim berishganligini yo'q.